Alisherni qadam bosishi noto'g'rimi? Avvalgi suyuq oyoqligi to'xtamaganmi? Biror nima bilsang, ho'ngrab o'tirmasdan ayt. O'zi asablarim shundoq ham tugayapti. Hozir qulog'ingni tagiga shapaloq tortib boraman. Keyin bemalol yig'lab o'tiraverasan. Hech narsa sezganim yo'q, oyi. Agar biror nimani sezsang, o'sha zahotiyoq menga aytasan. Qani men bir ko'raychi. Og'ir oyoq xotinini ustiga boshqasi bilan dong olib yuradigan ahmoqni. Yo'q, oyi, nega unaqa deysiz? O'char. Naq kallayni uzib cho'ntagingga solib qo'yaman. O'zi bitta o'g'limdan voz kechib bo'ldim. Buni ikkalang ham yaxshi bilasan. Onasini aytganini qilmaydigan, bitta oilani yaxshilab ushlay olmaydigan shunaqa o'g'il bo'lsa, ikkinchisidan ham voz kechib qo'ya qolaman.